Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda G'arb qo'rqqan kun yaqinlashmoqda. Rossiya shu kuzda NATOga hujum qilishi mumkin. Rossiya Ukraina dronlari bilan Boltiqbo'yi mamlakatlarga zarba bermoqchi. Ukraina biznesi yangi tahdid qarshisida. Omborlar vayron bo'lmoqda. Rossiya shu kuzda NATOga hujum qilishi mumkin. AQSh maxsus xizmatlari Vladimir Putin 2026-yil kuzidayoq NATOning sharqiy qanotiga hujum qilishi mumkinligini istisno etmayapti. The Wall Street Journal nashriga ko'ra, kiber hujumlardan tortib kichik desant operatsiyalarigacha bo'lgan turli ssenariylar ko'rib chiqilmoqda. Shu vaqtgacha AQSh Putin Ukrainadagi urush davom etayotgan bir paytda NATOga a'zo mamlakatlarni provokatsiya qilmaydi deb hisoblar edi. Biroq 2026-yil boshida bu baholash o'zgardi deb ma'lum qilgan amerikalik rasmiylar The Wall Street Journal nashriga. Ukraina dronlari Rossiyaning neft infratuzilmasiga tobora ko'proq zarar yetkazmoqda. Frontda esa Rossiya qo'shinlari katta yo'qotishlar evaziga arzimagan ko'lamda ilgarilamoqda. Shu sababli Putin qiyin ahvolda qoldi. Unga qandaydir harbiy muvaffaqiyat kerak. AQSh va Yevropa Rossiya NATOning matonatini tekshirayotganiga oid belgilarni tobora ko'proq ko'rmoqda. Ular orasida Polshaga tushgan Rossiya qanotli raketalar va so'nggi haftalarda Ruminiyaga bir necha bor uchib kirgan dronlar bor. AQSh maxsus xizmatlari ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya hujumi 2026-yil kuz va 2029-yil oralig'ida sodir bo'lishi mumkin. Amerika rasmiylarining ta'kidlashicha, Putinning maqsadi alyansni parchalashdir. Eng xavfli ssenariy cheklangan desant operatsiyasi amalga oshirilishi ehtimoli kichik bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan ortib bormoqda. Shuningdek, 2014-yilda Qrimda bo'lgani kabi hududlarni egallash uchun qurolli guruhlarni yuborish ehtimoli ham mavjud. Biroq har ikkala ssenariy ham ehtimoli kam deb hisoblanadi. Chunki bu alyans a'zolarini jamoaviy mudofaaga majbur qiladigan NATO shartnomasining 5-moddasini ishga tushirib yuboradi. Biz har qanday ssenariyga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. NATO vaziyatni kuzatmoqda. Zarur bo'lganda xavfning oldini olishga va mudofaaga tayyormiz. Buni amalda ham ko'rsatishda davom etyapmiz, dedi NATO matbuot kotibi polkovnik Martin O'Donnell. Rossiya Ukraina dronlari bilan Boltiqbo'yi mamlakatlarga zarba bermoqchi. Rossiya Boltiqbo'yi mintaqasidagi muhim infratuzilmaga zarba berish uchun egallab olingan Ukraina dronlaridan foydalangan holda soxta operatsiya o'tkazishi mumkin. Bu haqda Litva mudofaa vaziri ogohlantirishiga tayanib Bloomberg xabar berdi. Vazir Robertas Kaunas 6-avgust kuni Vilniusda jurnalistlarga bergan bayonotida hujumning to'g'ridan-to'g'ri xavfi yo'qligini aytdi. Litva razvedka xizmati mulozimlarining fikricha, Moskva ushbu harakatlarni rejalashtirmoqda. Chunki mamlakat Boltiqbo'yi mintaqasi Ukrainaga Rossiyaga dron zarbasi berish uchun o'z havo hududidan foydalanishga ruxsat bergan deb xato hisoblaydi. Biz soxta Ukraina drondan foydalanadigan ehtimoliy fitna operatsiyasi haqida gapiryapmiz. Bu bugungi kunda eng haqiqatga yaqin ssenariydir, dedi Kaunas. Uning ta'kidlashicha, Rossiya muhokamadan faol rejalashtirish bosqichiga hali o'tgani yo'q. Biroq mamlakatda o'z hududiga kirib kelgan Ukraina dronlari bor va ularni ishchi holatga keltirib qayta tiklash imkoniyatiga ega. Ukraina so'nggi oylarda Rossiya hududiga deyarli har kuni dronlar bilan hujum qilmoqda. Prezident Vladimir Putin buyurgan keng ko'lamli bosqin 5-yilga o'tayotgan bir paytda Ukraina neftni qayta ishlash zavodlarini nishonga olib, Kremlni urush uchun daromadlardan mahrum qilishga urinmoqda. Shuningdek, Kiev Wildberries omborlarini ham nishonga olmoqda. Bu esa platformadan foydalanuvchi sotuvchilarga milliardlab dollar zarar yetkazdi. Rossiya Mudofaa vazirligi Litva Mudofaa vaziri davosiga munosabat bildirish to'g'risidagi elektron pochta orqali yuborilgan so'rovga javob bermadi. Kaunasning aytishicha, Kreml mojaroni keskinlashtirish va Ukrainani NATO ittifoqchilaridan ajratish yo'llarini izlamoqda. Litva Ukrainaga moliyaviy va texnologik yordam ko'rsatmoqda. Ammo o'z havo hududi yoki hududidan har qanday davlatga qarshi harbiy operatsiyalar uchun foydalanishga ruxsat bermagan. Litva Rossiyadan kelayotgan xavf ortgani sababli muhim infratuzilmalar atrofida xavfsizlikni kuchaytirdi. Boltiqbo'yi davlatlari bo'lmish Estoniya, Latviya va Litva, shuningdek Polsha har qanday hujumning oldini olish uchun Rossiyaning ushbu rejalaridan xabardor ekanini bildirdi. Ushbu taktika aybni boshqaga ag'darish uchun dron urushining mavhumligidan foydalanishdir. Yakunda bunday gibrid zarbalar orqali NATO hamjihatligiga putur yetkazish, Yevropada ichki siyosiy nizolarni keltirib chiqarish va jamoatchilik irodasini sindirishni maqsad qilingan.
Shu orqali G'arb ittifoqchilarini Ukrainaga harbiy va moliyaviy yordamni kamaytirishga majburlash ko'zlangan, deydi Rossiya Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo geoiqtisodiyoti tahlilchisi Aleks Kokcharov. Polsha bosh vaziri Donald Tusk iyulda Boltiqbo'yi davlatlari uchun kelgusi oylar keskin bo'lishi mumkinligini aytgan edi. Latviya prezidenti Edgars Rinkevich turli provokatsiyalar va gibrid hujum ssenariylari haqida yetarlicha razvedka ma'lumotlari borligini aytdi. Germaniyada Ukrainaga qurol va yuk tashuvchi asosiy hab bo'lgan Litspek Halle aeroporti portlovchi modda ortilgan dron topilgach 6-avgust kuni parvozlarni qayta tikladi. Rasmiylar hozircha Moskvani ayblamayotgan bo'lsa-da, Germaniya ichki ishlar vaziri Aleksandr Dobrindt jurnalistlarga biz gibrid hujum ssenariysi bilan to'qnash kelmoqdamiz dedi. Avvalroq Rossiyaning X-101 raketasi Polsha hududiga kirgani haqida xabar berilgandi. Ukraina biznesi yangi tahdid qarshisida. Omborlar vayron bo'lmoqda. Rossiya so'nggi vaqtlarda raketa va dron hujumlarini millionlab ukrainaliklarni tovar bilan ta'minlaydigan logistika markazlari, omborlar va ishlab chiqarish quvvatlariga qarata boshladi. 5-avgust ko'tar kechasi Kiyev va Kiyev viloyatiga qilingan ommaviy zarbalar oqibatida kamida 14 ta yirik Ukrain va xalqaro kompaniyaning logistika obyektlari, omborlari va ishlab chiqarish binolari vayron bo'ldi yoki yong'inlar yuz berdi. Jabrlangan kompaniyalar orasida Ukrainaning eng yirik onlayn reteyleri Rozetka, Nova Pochta, Fozi Group, Novus, Epicenter, shuningdek Intertop, Puma, Liqvi Moli Ukraine, Toyota Ukraine kabi brendlar bor. Xususan Rozetkaning Brovariyda joylashgan, kuniga 100 mingdan ortiq buyurtmani qayta ishlash imkoniga ega taqsimlash markazi butunlay yo'q qilingan. Nova Pochtaning Kiyevdagi saralash markaziga berilgan zarba natijasida inson qurbonlari ham bo'lgan. Yuz bergan voqealardan so'ng Ukraina hukumatı biznes, savdo va logistika sohasi vakillari ishtirokida favqulodda yig'ilish o'tkazdi. Bosh vazir Sergey Koreyskiy zarar ko'rgan kompaniyalarga kredit qo'llab-quvvatlovi, bojxona yo'laklarini kengaytirish, harbiy xavflarni sug'urtalash mexanizmlarini joriy etish hamda davlat obyektlaridan ombor sifatida foydalanish imkoniyatlari taqdim etilishini ma'lum qildi. Iqtisodchilarning ta'kidlashicha, hozircha mamlakat bo'ylab keng ko'lamli tovar tanqisligi kutilmayapti. Biroq ayrim hududlar va tovar guruhlari bo'yicha yetkazib berishda uzilishlar kuzatilishi, shuningdek logistika xarajatlari oshishi sababli narxlar ko'tarilishi mumkin.